Futbol bo'yicha milliy terma jamoamiz ilk bor jahon chempionatida qatnashib, millionlab yuraklarni bir maqsad, bir hayajon va ulkan faxr atrofida birlashtirdi. Maydondagi har bir kurash, har bir zarba va har bir o'yin xalqimizga unutilmas tuyg'ularni tuhfa Endi bu birlik davom etadi. Bu shijoat yangi avlodga ko'chadi. Katta futbol sari yangi qadamlar tashlanadi. Yoshlar o'rtasida futbol va mini futbol bo'yicha an'anaviy Davlat xavfsizlik xizmati kubogining respublika bosqichi start olmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo'ylab o'tkazilgan hududiy bahslarda 18711 jamoa safida 262 mingdan ziyod o'g'il-qiz maydonga tushdi. Birinchi va ikkinchi bosqich o'yinlarida mahalladoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun stadionlarga 3.600.000 nafardan ortiq tomoshabin tashrif buyurdi. Shiddatli uchrashuvlar, murosasiz kurash, ezgu orzular. Eng kuchli 42 ta jamoa final bosqichiga yo'l oldi. Endi barcha nigohlar respublika bosqichida. O'yinlar joriy yilning 17-22 avgust kunlari Bunyodkor futbol akademiyasi maydonlarida har kuni soat 8:00 da boshlanadi. Eng kuchlilar to'qnashadigan hal qiluvchi final uchrashuvi esa 22 avgust kuni Jar stadionida soat 19 da boshlanadi. Kubok sari tashlangan har bir qadam sinov, har bir uchrashuv yangi tajriba, har bir g'alaba katta futbol sari ochilgan imkoniyatdir. Keling, yosh futbolchilarning g'alaba sari kurashini biz bilan birga his eting. Davlat xavfsizlik kubogi katta futbolga yo'l va yangi imkoniyatlardir. Respublika bosqichiga barchangizni taklif qilamiz. Futbol bayramiga marhamat.